ayol kishi erining familiyasiga o'tsa harom bo'ladimi degan mavzu. Familiyasini erini familiyasiga o'zgartiradi. Mumkin emasmi? Mumkin emas, harom, qat'an harom bu. Bir bola chiqib harom bo'ladi, bundoq deb gapiribdi-da ko'p joylarda, shu tarqab yotibdi. Bunga o'xshagan masalalarda halol, harom masalasini chiqib olib odamlarga bunaqa ommani ichida aytib yuborish to'g'ri emas. Masalani tahlilini o'rganmasdan, ulamolarning fikrini o'rganmasdan, mavzuning mohiyati, orqa tomonda nima ma'no mohiyat yotganini bilmasdan harom deb yuborish to'g'ri emas. Ulamolarimiz ilmli mufti hamma narsani harom deyavermaydi, balki halolga yo'l topadi degan. Ilm insonlarga yo'l topadi. Ya'ni foydaliroq, manfaatliroq yo'lni topib beradi. Bu haromga ham halol qilib beradi degani emas. Asl qoida shu. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir kishi o'zini otasi bo'lmagan odamni otam deb da'vo qilsa, Alloh la'nati bo'lsin deganlar. Bu yerda da'vo masalasi bor. Da'vo qilsa, falonchi meni otam, shundan tug'ilganman men. Falonchi meni otam emas deb o'zini otasini inkor qilsa, Alloh la'nati bo'ladi bunga. Gap yo'q. Ahzob surasida Alloh taolo ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indalloh degan. Ya'ni otalarining nomlari bilan chaqiringlar degan. Odamlarni o'zini otalarining nomlari bilan chaqiring. Otasi, ya'ni tug'dirgan nasabdagi otasini nomi bilan chaqiriladi. Bu nasab ma'nosida gap yo'q. Lekin bugungi kunda ayniqsa biroz bizdan yoshi kattalarda ayol kishi turmushga chiqsa, erining familiyasiga o'tgan, erining oilasi deyiladi. Family oila bu. Erining familiyasiga o'tgan, arab tilida buni erining laqabiga o'tgan deyiladi. Erining laqabi bilan laqablangan deyilgan. Ulamolar bu masalada nima deyishadi desa, ulamolar aytadi. Asl qoida boshqa odamni otam deb da'vo qilish haromligi. Aslida shu. Lekin bugungi kunda deydi, zamonaviy familiyalar nasabni ifoda qilmaydi deydi. Bu formulirovka deydi. Ya'ni hujjatlarda falonchining ayoli falonchi familiyada deyish, uni nasabini da'vo qilish emas deydi. Bir qancha ulamolar bu haqida o'z fikrlarini bildirgan. Ayniqsa Saudiya ulamolaridan Ibn Usayminning gapi bor. Amma ittihadul mar'a laqaba zawjiha fa hada la ba's bihi. Ayol kishi erining familiyasini olishligini zarari yo'q. Li'annahu mujarradul laqab la yadullu ala annaha intasabat ila zawjiha. Chunki familiya faqatgina familiya xolos. U bir nasabni ifoda qilmaydi. Palonchining qizi bo'lib qolmaydi u. Palonchining qizi deb unga nisbat berib qo'yilmaydi. Va innama huwa laqab urfi. Buni urfi laqab, urfi familiya deyiladi. Majmu' Fatawa Ibn Usayminning kitobida turibdi bu gap. Mashhur allomalardan Shayx Muhammad Muxtor Shinqiti rahimahulloh aytadiki, tag'yirul laqab va laysa nasab. Familiyani o'zgartirish nasabni o'zgartirish emas. Wal alqab al asriya laysat ansaban. Bugungi zamonamizdagi familiyalar nasabni bildirmaydi. Nasab, mana shuni o'g'li, mana shuni qizi degan gapni bildirmaydi. Fala kharaj ala al mar'ati an tahmila laqab zawjiha. Laqab zawjiha. Ayol kishining erini familiyasiga o'tishligini zarari yo'q. Ma lam yuqsad bihi taghyirun nasab. Modomiki nasabni o'zgartirishlikni qasd qilmasa. Meni otam emas bu, palonchi meni otam deb shuni qasd qilmasa, familiyani o'zgartirishlikni zarari yo'q.
Sharhu Zat babu faroizda kelgan ekan, bu Muxtor Shinqitiy rahimahullohning fikrlari. Bu Islom fiqh akademiyasi bor, o'shaning qarori bor. Islom fiqh akademiyasining qarori. Al-alqabul a'iliyya al-yawm laysat ansaban shar'iyyan yoki laysat ansaban shar'iyyatan fala yu'addu taghyiruha taghyiran lil munsab. Islom fiqh akademiyasining qarorida bugungi kundagi oila familiyalari, oilaning familiyalari nasabni bildirmaydi. Shar'iy ma'nodagi nasab emas u. Demak, familiyasini o'zgartirayotgan odamni nasabini o'zgartirayotgan odam deyilmaydi. Endi mana shu gaplarni tahlilida ulamolarning shuncha gaplari bo'la turib, bir bola chiqib olib odamlarga o'zini halol harom qilishlik haqqim bor degan ma'noda bir tarafni tor fikrini olib falon narsa harom, familiyani o'zgartirish mutlaqo harom deyishligi bu biroz jur'at, fatvoga jur'atlilik, undan tashqari shoshqaloqlik, undan tashqari fatvoga ahl bo'lmagan odamni fatvoga aralashishi. Fatvoga ahl bo'lmagan odamlar shunaqa bo'ladi. Vaziyatni tushunmaydi. Maqsadi qarshidagi turgan odamlarni iztirobga solish. Qancha ming odamlar familiyasini o'zgartirgan. Ularni birortasi falonchini qiziman, pistonchini o'g'liman deb nasabini da'vo qilmaydi. Birortasi so'rab ko'ring, kimni o'g'lisan desangiz, qaynotasini aytmaydi. Kimni qizisan deng, qaynotini kim aytadi? Agar qaynotasini aytsa harom, buni hamma ittifoq aytadi. Ha, bizda odat ko'chada yurgan kishini amaki deyiladi. Andijonda yosh keksaroq odamni hoji dada deydi. Dada bo'lib qoladimi shu? Ko'chada yurgan bolani o'g'lim deb chaqiradi. O'g'li bo'lib qoladimi shu? Yo'q. Urfiy bunaqa lug'atlar da'vo qilmaguncha nasab o'zgartirish deyilmaydi. O'shaning uchun do'stlar, internetlarda, har xil ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa tushunchasi tor bo'lgan, odamlarni faqat harom, harom deb tupikka tiqishlikka harakat qilayotgan odamlarning gapiga e'tibor bermanglar. O'zimiz ulamolarimiz, fatvo bo'limi, muftiy hazratlari tomonidan tashkil qilingan musulmonlar idorasida fatvo hay'ati bor. O'sha joydan o'zimizni imomlarimiz, masjidlarimizdan bu masalalarni so'ranglar, surishtiringlar. O'shanga ko'ra amal qilinglar. Ha, afzali familiyani o'zgartirmaslik. Afzal shu. Tavsiya qilinadi. Eng og'ir aytgan ba'zi ulamolar makruh degan o'zgartirishlikni. Familiyani o'zgartirishlikni makruh degan. Lekin mutlaq harom degan odamlar bu shariatda ba'zan joiz bo'lgan narsani ham harom deyishga jur'at qilib olgan bo'ladi. Masalan, mohiyati, orqadagi ma'nosini bilmasdan musulmonlarni tashvishga solish uchun gapirgan gap bo'lib chiqadi. Dinga amal qilyapman degan da'vosi bor, unga ergashayotganlar uni allomai oxir zamon deb o'ylashi mumkin. Lekin bu masalalarda agar insofi bo'lsa, chiqib uzr so'rash kerak bu odamlar. Bilmabman, men bir tomonni gapini aytibman, Alboniyning gapini aytgan bo'ladi. Alboniy aytgan shu, familiyani o'zgartirish, nasabni o'zgartirish degan. Alboniy rahimahullohni ustozi yo'q. Kitobdan o'qib olib, o'zi jurnalistika yo'nalishida fatvo aytgan odam Alboniy rahimahulloh. O'zi aytadi, shayxim yo'q meni deydi. O'zi o'qib olib, o'zi tushungan narsa din bo'lmaydi do'stlar. Dinni islomni sanadi bor. Ustoz silsilasi Rasulullohga borish kerak. Sallallohu alayhi vasallam. Qisqaroq mavzu edi. Yana dolzarb ba'zi mavzularda diydorlashguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.